Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugungi foydali ma'lumotlarimiz melki instrumentlar haqida. Mana bu melki instrumentimiz K-fayl. K-faylimiz shallari qanday bo'ladi? K-faylimizni bo'ladigan bo'lsa, K-faylimiz shallari spiralchalik. Ballanchalik bo'ladi. Bu yerda nimasini qiladigan bo'lsak, 4 burchak bilan 25 K-fayl hisoblanadi. Bu ko'pincha shu kanalda o'tish uchun ishlatiladi. Bu K-fayllar H-faylga keladigan bo'lsa, mana bu yerda H-fayl, 20 H-fayl, 20 H-fayl, 15 H-faylimiz bor. Mana bu. Ko'rsangizlar, archachalik, mana archachalik mana ko'pincha devorlarni qilishda ishlatiladi. Mana 15 H faylimiz, bu ham archachalik ko'pincha qilishda ishlatiladi. H faylimiz nimalarga qaraydigan bo'lsak, archachani ko'rishimiz mumkin. 20 ta ham archachani ko'rishimiz mumkin. Tepasiga qaraydigan bo'lsangizlar, bular H fayllar ko'p bo'ladi. K fayllar esa 4 burchak bo'ladi. Shundan ham farqlasangizlar bo'ladi. Bu H fayl, bu K fayl. K fayl ko'pincha 4 burchak belgi bilan belgilanadi. H fayl esa aylana belgilanadi. Endi ana bu kanal napolitchalar bular har xil razmerda bo'ladi. Ana bu qizil 25, 20, 35, 30 har xil razmerda. Ana bu sariq markirovkadagi bu 20 hisoblanadi. Ana bu yerda qarasangizlar sariq bilan 20 hisoblanadi. Plomba sillerlarni kanalga kiritishda oson variant, shu bilan ishlatsangizlar bo'ladi. Ana bu faylimizga keladigan bo'lsa, spreyda hisoblanadi. Spreyderlar nima uchun ishlatiladi? Spreyderlar ko'pincha gladki bo'ladi, spreyderlarimiz gladki bo'ladi. Buni hech qanday значок bo'lmaydi, shunday raqam bo'ladi. Bu shundan bilsa bo'ladi, gladkilikdan, gladki bu spreyder hisoblanadi. Lateral kondensatsiyalarda aslında ishlatiladi. Bitta percha kirgizilgandan keyin kanalda bakımdan kirgizib lateral kondensatsiya yana to'ldirish maqsadida ishlatiladi. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Yana qanaqasilarga videolar qiziq bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlar taqdim etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videoni kutib qolinglar.